Yaxshi, aql yonchilan. Yaxshi, osmon. Yaxshi. Zo'r qirsiladi. Klass. Og'riqlar yo'qoldi-ku endi. Yonchalama qo'yasiz. Birdaniga turavermang, mana qo'lga tayanib sekin o'tirasiz. Qo'lingizni bosh orqasiga qo'ying. Boshingizni oldinga bosing. Gavdangizni bo'sh qo'ying, gavdani bo'sh qo'ying. Zo'r qirsiladi mana. Qo'l Qo'lingizni ber. Hop, bugun mana 7-kun, opa. Hop. Endi o'sha har doim aytganda mashqlarni qilib turasiz. Mashqlarni qilib turing. Keyin o'sha qizib turib shamolga chiqib qo'ymang. Qo'lingizni ko'p sovuq suvga urmang. Undan tashqari jismoniy zo'riqishlarni ilojini boricha kamaytiring, ilojini boricha qilmay qo'yavering. Sizniki o'sha deformatsionni deydi. Ya'ni ezilish hisobiga paydo bo'lgan grijachalar, osteoxondrozchalar bor. Hop, bugun mana 7-kun muolajalardan o'sha fizioterapiya hammasini oldingiz, elektroforez, lazer, ultrazvuk, parafinchalar, undan tashqari o'sha manual terapiyalar qildik hozir. Qay darajada o'zgaryapti? Necha foizga yo'qoldi? Yo'qoldi. 100%. 100% yaxshi. ham bo'ladi. Yaxshi, endi shuni mustahkamlab doim profilaktika qilib turasiz. Yana bir 4 oylardan keyin yengil bitta muolaja qilib qo'yamiz. Yana kelasi 4 oy, 3 oyda. 3 oydan keyin. Sog' bo'ling.